eshitingda, men yolg'iz qolib ketdim, qiynalganimda o'zim qoldim, hech kim yordam bermadi menga. Qiynalganimda hamma voz kechib ketdi mendan deb o'zingizni bunchalik o'ksitib, o'zingizni burchakka qamab qo'ymang. Qiyinchilik kelganda o'zingiz qolishingiz 100% aniq edi-ku. Buni o'zingiz ham ich-ichingizdan bilardingiz-ku. To'g'rimi? Nimaga endi u insonlardan yordam kutyapsiz? O'zingizni aqlingiz ham, o'zingizni kuchingiz ham yetadi-ku. Kelajakdagi o'sha yutuqlarga erishishga. Bu ham sizga bir imkoniyat. Kimi qanaqaligini bilib oldingiz shu holatga tushib. Endi o'rningizdan turib harakat qilishni boshlang. Hali oyoqqa turganingizda kim sizdan yuz o'girgan bo'lsa, o'sha insonlar bilan hisoblashasiz.